Assalomu alaykum Darvoza Olam kanali kuzatuvchilari. Ortimda turgan mana bu chiroyli bahaybat darvozamiz Tojikistonda Dushanbega zakaz olganmiz. Videoni o'tkazib o'rmasdan ko'rasizlar. Videoni darvozamiz obzorini qilib beramiz chiroyli holatda. Darvozamiz 3 qavatlik, shumkalik variantda bo'lgan. Nerjevekalarni ham chiroyli holatda ishlovlanib berganmiz, ko'rishingiz mumkin. Umuman dovush yo'q. Mana joylari ham qora nerjevekalar bilan ishlovlanib berganmiz. Soplanuvchilarga ham nerjeveka gold ranglar bilan ishlovlar berilgan. Darvozamiz 3 qavatlik shumkali variantda. Ko'rishingiz mumkin, o'ta chiroyli, o'ta gigant razmerda bo'lgan. Darvozamizni dastlabki uстановkalar O'zbekistonning 12 ta viloyatiga besplatniy holatda berib o'rnadi. SNG davlatlariga kelishuv asosida. Darvozamiz sifatlariga bitta baho berib qo'yasizlar. Yaqindan mana sifatini mana yaqindan ko'rsatib qo'yamiz. Qora nerjevekalar bilan ishlovlar berilgan. Ekrandagi nomerlarda WhatsApp, Telegram hammasi bor. Ijtimoiy tarmoqlarda ham Darvoza Olam kanali, YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da, Facebook'da Darvoza Olam. Bemalol kuzatishda davom etasizlar. Bitta layklarni bos, kommentariyaga omad so'zini qoldirsanglar, bizga motivatsiya bo'ladi. Bundan yaxshiroq, bundan zo'rlarni xudo xohlasa chiqarishda davom etamiz.